Navruz tabiat uyg'onishi, yangilanish va farovonlik ramzi. Bu nafaqat qadimiy bayram, balki xalqimizning birdamligi, mehnat va ezgu niyatlarini yorqin aks ettiruvchi ayyomdir. Tabiat go'zallikka burkangan, qishloqlarda quvonch va fayz tantana qilgan shu kunlarda yurtimizning turli burchaklarida yangi ijtimoiy obyektlar, infratuzilma va aholi uchun muhim inshootlar foydalanishga topshirilmoqda. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tashabbuskorligida qishloq joylarni barqaror rivojlantirish loyihasi doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida infratuzilma, ijtimoiy sohani rivojlantirish va aholi bandligini oshirishga yo'naltirilgan loyihalari shular jumlasidan. Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi moliyaviy ko'magidagi mazkur loyiha orqali mamlakatimizning 20 ta tumanlarida jami 939 ta obyektda qurilish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Bu esa qishloqlarda hayot tarzining yaxshilanishi, aholining turli xizmatlardan yanada qulay foydalanishi va yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qiladi. Ana shunday inshootlardan biri mahalla va jamoatchilik tomonidan boshqariladigan mahalla markazlaridir. Maishiy xizmat ko'rsatish markazi qishloq taraqqiyotining ramzi. Mahalla maishiy xizmat ko'rsatish markazi qishloq aholisining ehtiyojlarini inobatga olgan holda tashkil etilgan bo'lib, bu yerda turli ijtimoiy maslahatlar beriladi. Aholiga yaratilgan bunday sharoit bizni aholimizni yetti uxlab tushiga kirmagan. Bu yerga kelgan fuqarolarni mana shu mahallani savlatidan, shu mahalladan ishim bitadi degan ishonch hosil qiladigan chiroyli bino bo'lgan. Soch turmaklash deysizmi? Kasbga o'qitish deysizmi, kiyimlarni tiktirish uchun buyurtma berish deysizmi, yoki bo'lmasa magazindan uyga kerakli narsani olib ketish deysizmi, yoki bo'lmasa pishiriqlar pishirilib turishi, to'y bazmlarga hamma narsalarning sharoiti borligi bu bugun prezidentimiz ta'biri bilan aytganda inson omili uchun ijtimoiy davlat bo'lganligini eng chiroyli ko'rinishi shu bizning mahallamizdagi mana shu binoda bo'ldi desam juda katta faxr bilan aytgan bo'lardim shu gapni. Binoning birinchi qavatida go'zallik saloni, sartaroshxona, bank vakillari uchun maxsus xonalar, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi va profilaktika inspektori uchun xizmat xonalari joylashgan. Shuningdek, bu yerda davlat xizmatlari markazi, qandolatchilik sexi va savdo do'koni ham faoliyat ko'rsatadi. Ikkinchi qavat asosan o'quv markazlari uchun mo'ljallangan bo'lib, bu yerda kasbga yo'naltirish markazi, kimyoviy tozalash xizmati va fitnes zali kabi obyektlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Uchinchi qavat esa tikuvchilik xonasi, maishiy texnika ustaxonasi va yoshlar markazi uchun ajratildi. Bu kabi markazlar qishloq aholisi uchun ko'p tomonlama qulaylik yaratish bilan bir qatorda tadbirkorlik va hunarmandchilikni rivojlantirish, bandlikni oshirish, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tashabbusi bilan Bo'ston mahallasida mahalla va maishiy xizmat ko'rsatish markazi topshirildi. Bizning eng oliy maqsadimiz shu hududdagi yoshlarni chet tillari va zamonaviy kasblarga yo'naltirib dunyo arenasiga olib chiqish. Qishloq joylarni barqaror rivojlantirish loyihasi doirasida respublika bo'ylab shu kabi 40 ta markazlar qurilishi rejalashtirilgan. Maqsad chekka hududlardagi aholining turmush sharoitini yaxshilash, mahallaning o'sish nuqtasidan kelib chiqib, xizmat ko'rsatish faoliyati sifatini oshirish, ularning uzog'ini yaqin qilish, kambag'allikni qisqartirish, yangi ish o'rinlari yaratish va pirovard natijada mahalliy aholi daromadlarini oshirish orqali ularning turmush darajasini yuksaltirishdan iboratdir. Bu ishlar nafaqat iqtisodiy taraqqiyot, balki xalq farovonligini oshirish yo'lidagi muhim qadamdir. Navruz shu ezgu tashabbuslar ila yanada fayzli va barakali bo'lsin.